Assalomu alaykum, Sherxon Nusratullayev YouTube kanali kuzatuvchilari. Yangi videomga xush kelibsizlar. Bugungi qahramonimiz Tracker LC Plus. Kichik obzor qilamiz va rassrochkaga ayni paytda berilyapti, ya'ni bo'lib to'lashga. Oylik to'lovlar qanchadan tushadi, boshlang'ich qancha to'lash kerak va qanday xarajatlari bor. Misol uchun sug'urta, notarius, balobatlar degan xarajatlari. Shu xarajatlarga qancha pul kerak, ya'ni sizlar qancha pul bilan kelsalaringiz rassrochkaga ushbu avtomobilni olib ketib bilasizlar. Videoda ko'rib chiqamiz. Like bosib, kontentimni qo'llab-quvvatlang. Doimgidek videomiz Navoiy avtotexnika xizmat avtosalonida avtomashinani yuvib tayyor qilib qo'ydim. Sababi yomg'ir, hamma joy ho'l, turgan avtomashina ustlari sarraf turibdi. Sizlarga yuvib aniq tiniq ko'rinsin deb olib ketirib qo'ydim. Tracker LC Plus. Ayni paytda Trackerni eng oddiysi desam ham bo'ladi. Tracker LC Plus borlar, xafa bo'lmanglar. Ya'ni arzon mashina emas u. Funksional jihatdan eng oddiysi shu modifikatsiya. Men o'zim aynan shu modifikatsiyani kimga tavsiya qilaman? Misol uchun kimgadir avtomashina olib bermoqchisizlar, sovg'aga, yosh katta insonlarga aynan shu modifikatsiyani tavsiya qilaman. Sababi qolgan modifikatsiyalarda qandaydir funksiyalar bor, yoshlar bob, qiziqamiz, lyuki bo'lsin deymiz, slipoy zonasi bo'lsin deymiz, avtoparkovkasi bor deymiz. Yosh katta odamlar, bilasizlar, bunaqa narsalarni deyarli ishlatishmaydi. Shuning uchun eng maqbuli sovg'aga, yosh katta insonlar uchun LC Plus deb men o'zim bilaman. Avtomobilning old qismidan boshlab ko'ramiz. Parktroniklar ushbu avtomobilda umuman mavjud emas. Faralari lupa bilan jihozlangan. Mana bu tomoni o'rtasi dalniy uchun xizmat qiladi. Pavorotniki chap tomonda. Pastdagisi esa kunduzi yonib yuradigan faralarning tepa qismi polni o'chgan paytda ham, kechki paytda ham mana shu pastdagi qo'shcha doim yonib yuradi. Ablisovkasi shunday ko'rinishda. Xohishga qarab buni o'zgartirishyapti. E'tiborli bo'linglar. Agar ablisovkasini qandaydir ablisovkaga alishtirsalaringiz, mana bu yerdan bunday ochiladigan buksurovishni joyi bo'lmaydi. Sizlar qo'ydiradigan RS yoki qandaydir ablisovkalarda. Erta bir kun avtomobilni tortish kerak bo'lgan paytda sizlar ablisovka alishtirgan bo'lsalaringiz, realni qiynalasizlar. Men shu paytgacha haydab kelgan Trackerlar ichida eng yumshog'i LS Plus. Sababi buni diskalari qolgan pozitsiyalarga nisbatan bir razmer kichkina, ya'ni R16 va balon, podyomi baland. Mana bu qora joyi bunda baland. Shuning evaziga avtomobil qolgan Tracker LTZ, Premier va Redline'larga nisbatan ancha yumshoq. Buni haydab ko'rganlar bitada biladi. Abogriflarni ko'rib chiqamiz. LC Plusni oldin laboyda abogrifi yo'q, ya'ni dvorniklar qizmaydi. Bokovoyda abogrif bor. Slipoy zona datchiklari endi LC Plusda yo'q. Pavorotchilari yon kriloda. Eshikni ko'rishlaringiz mumkin. Past qismi plastik. Biskruchoy dostup LC Plusda yo'q. Pultda xuddi kobutlangida, ya'ni ichkariga rembat ko'rsataman. Pultdan o'chirsangiz bo'ladi. Agar akkumulyator o'lib qolgan holatlarda nabiyat tiqib kaltda ishlatsangiz bo'ladi. Shoxi qora rangda bo'ladi, glansiy emas, bu matli, o'zi ho'lligi uchun sizlarga yaltirab ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Orqasida shoxchasi bor. Baki chap tomonda. Har doim har xil baki, o'zimiz 1 yil 2 yil oldin Perigonga borganda bakiga 42 litrcha, 41 litrcha benzin solardik. Bakka 91 plus yozilgan, ya'ni 80 benzin solish mumkin emas. E'tibor bersalaringiz, Cobalt Gentlarni ham bakiga 91 plus yoki 92 plus deb yozilgan bo'ladi. Ularga ham o'zi aslida 80 benzin solish mumkin emas. Orqa faralarni ko'rsanglar bo'ladi. Galogen LED emas. Tormoz bosganda ham shu yerdan o'radi. Pastroda attrajatellari bor, Tracker yozuvi. LC'da faqat Tracker va turbo shildiklar bo'ladi. LC degan yozuv hech qayerda mavjud bo'lmaydi. Yubkasi qop-qora bo'ladi. Pastdagisi esa tumanka. Ichkaridan yoqsalaringiz, mana shu pastdagi tumankasi yonib yuradi. Kichkinagina dvornigi bor. Boshqa aytiladigan narsasi yo'q orqada. Bagajni ochishlaringiz mumkin. Bu yerdan bagajda polkasi bor. Mana tepaga bog'lab qo'ysak, bagaj ko'tarilganda bu ham qo'shib ko'tariladi. Kattaligini ko'rishingiz mumkin bagajni. Pastda ham joy binoyi. Dakatkasi bor, zapaska emas, dakatka. Bunday qilib bir etaj pastga tushirsangiz ham bo'ladi. Shuncha yana joy qo'shiladi. 10 sm chuqurlashadi bagajlaringiz. Buni olib tashlasangiz yana ham katta bo'ladi. Orqada kamera yo'q bunda. LC'da Parktronik ham afsuski mavjud emas. Bundan keyingi pozitsiyalarda ushbu aytgan narsalarim bor. Orqa o'rindiqlardan boshlab ko'rsak, tepada plafoni bor. Dastak qo'l ushlash uchun. Orqani kengligini ham ko'rishingiz mumkin. Qulaylik sifatida ikkita USB zaryadlash porti mavjud. Orqada o'tirganlar ham telefoni zaryadni urib olmaydi.
avtosi bor. Orqa oynada plastik bo'ladi. Eng qimmatini ham obshirkasi plastik bo'ladi. Oynasi заводской qoraytirilgan. Bu yoq ham, bunisi ham fortichkasi, orqa laboyi ham заводской qoraytirilgan bo'ladi. Old obshirkasi tepasi plastik, o'rtasi koja. 4 ta oynada ham avtorejim bor. Bakoylarni shu yerdan boshqarishlaringiz mumkin. Bakoylari hech qaysi paytsanki elektron bukilmaydi. O'rindiqlari mexanik boshqaruvda, to'liq material. Bu yaxshi material bo'lgani, ayniqsa video boshida aytdim, yosh katta odamlarga ko'proq olishni tavsiya qilaman deb. Material bo'lgani qishda yaxtak tegmaydi, yozda issiq tegmaydi, maza qilib tunsanglar bo'ladi. Ichkariga ham o'tirib oldik. Elektrousilitel rul, ya'ni gidravlikadan ham kengaloq, yumshoq bo'ladi. Bemalol bitta barmoq bilan aylantirsalaringiz bo'ladi. Tez haydagan paytlaringiz qattiqlashaveradi. Bu xavfsiz. Rul pastga tushamiz. Oldi orqaga, ya'ni bunaqasiga borib kelmaydi, faqatgina tepa pastga tushib chiqadi. Bundan keyingi pozitsiyalariga oldi orqaga ham borib keladi. Limit скорость bor, ya'ni avtomobil tezligiga cheklov qo'yishlaringiz mumkin. Misol uchun limitni 50 ga qo'ydim. Установлен ограничение скорость 50 km/час. Ya'ni avtomobilni hozir haydayman, sekinlashaman, avtomobil tezligi 50 tezlikdan yuqoriga ko'tarilmaydi. Bu shahar ichi haydash uchun zo'r. Misol uchun 60 ga qo'yib qo'yasizlar, avtomobil tez razgon olgan taqdirda ham 60 gacha boradi-da, undan yog'iga mashinalaringiz yurmaydi, tortmaydi. Chiroqlarda avtorejim yo'q. Afsuski, qo'l yordamida o'chiradi shuni. Qo'l yordamida o'chirib qo'yasizlar o'zlaringiz. Tepa pastga tushib chiqadi. Bu hamma avtomobilda bor, Damas'dan boshqa. Bu tomoni dvornik va o'rtadagi monitorni boshqarish uchun informatsiya olishlaringiz mumkin. Bu yerda avtomobil haqida podsvetkalarni boshqarish, ko'p narsalari bor ichkarisida. Rul koja bo'lmaydi, rulga aytmay o'tib ketib qoldim. Tapetkasini ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyda pishalkasi yo'q. Buni turgani bilan aytib pishalkasi yo'q. Agar o'zlaringiz audio sistemaga qilsalaringiz, pishalkani shu joyga qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Bu yerda faqat Premier pozitsiyada va Redline'da ichida pishalkalari bo'ladi. Monitori eng prostoy bo'lsa ham 10x da maydacha emas. Hamma qatori o'sha Premier Redline'larda monitor turibdi, lekin bunda zadniy ursalaringiz mana ko'rsatmaydi. Sababi orqa kamera yo'q. Buni ham o'zlaringiz ko'cha-ko'yda qo'ydirishlaringiz mumkin. Ustalar o'sha orqa kamera qo'yib, imенно shunga yo'lab berishyapti. Orqaga urgan payti yonadigan qilib berishyapti. Pastda center zamok, avariya chiroqlari va stabilizatsiyani o'chirib yoqirish. Shuni ham sizlarga biroz tushuntirib o'taman. Bu narsa doim yonib turadi. Mashinani o'chirib yoqdingizlarmi, tom yonadi bu narsa. Bitta bossalaringiz, mana o'chdi. TS deb ustidan X chiqdi, bu yoqda ham o'chdi deb ko'rsatyapti. Buni bitta bossalaringiz anti-buksurovishni rejimlaringiz o'chadi. Oddiy aytganda biz mana mexanik mashinalar haydagan biz, Damas haydaymiz, Nexia'lar haydagan biz, joydan qo'zg'atayotgan paytda har tilida chiylatib qo'zg'atish bor-ku. 10x ga, Trackerga, Malibu Equinox'larga mana shu TS aynan shu chiylatib qo'zg'atishga qo'ymaydi. Qancha gaz bersalaringiz ham mashin joyida buksuvat qilmaydi. Kavlamaydi mashin. Birdaniga qo'zg'alib ketaveradi. Agar shuni bitta bosib qo'ysalaringiz, TS o'chadi. Ya'ni hozir men mana sal yomg'irli joyga chiqib gaz bersam, mashin chiyillab, kovlab ketadi. Bundan tashqari shu knopkada ikkinchi funksiya ham bor. TS o'chib turibdi. Biz bosib turamiz. Endi stabilizatsiya ham o'chadi. Qo'lim qo'yberganim yo'q. Ana. Sistema stabil track o'chtiryapti. Mana bu yerda zanchokchasi ham chiqdi. Endi avtomobilni bunday stabilizatsiyasini yo'lda ushlash rejimi ham o'chdi. Avtomobil xavfliroq bo'lib qoldi, xuddi Cobalt yoki Gentra'lar kabi. Ushbu funksiyalar aytdim doim yonib turadi. Bu sizning xavfsizligingiz uchun mashinaga o'tirgan paytlaringiz u knopkani bosishni tavsiya qilmayman. Joy kelib qoladi, buksuvat qiladigan yoki o'sha stabilizatsiyani o'chiradigan, o'sha payti bosasizlar, boshqa payt doim yo'q turgani ma'qul. Manevr qilayotganlaringizda ushbu funksiyalar sizlarga yordam beradi. Pastida konditsioner, pechka, oddiy shaybada konditsionerlar albatta bor, pechkalari ham juda zo'r istadi. Oldinlari biz perigonlarga borib kelib foydalanib ko'rganmiz. Muammo yo'q konditsioner pechkalarini ishlashdan. Pastda zaryadlash uchun port va mana bunday 12 voltli port bor. Antennalar yoki shunga o'xshash port narsalar ishlatsangiz bo'ladi. Korobkasi PRNDL. O'zimiz bilgan avtomat korobka. Variator yoki robot emas, oddiy avtomat. Qo'l tormozi, ikkita podstakanlik va bar. Usti plastik. Ichkarisida hech qanday narsa mavjud emas. Maslahatim, agar olsalaringiz mana shu yerning ustiga bir koja tiktirib olsalaringiz
o'zlaringizga qulay bo'ladi. Qo'llaringiz ustiga qo'yib o'tirgan paytlaringiz yumshoq narsani ustida turadi. Tepa qismida chirog'i yo'q bunda. Oynacha, bu yoqda airbag o'chiq yoki yoniq turgani haqida ma'lumot berib turadi. Bu yerda esa bir dona chirog'i mavjud. Bu tomonda qo'l qo'yadigan rishaklari bor. Airbag rulda va torpedkada mavjud. Airbagda yozib qoldirilgan. Endi oylik to'lovlar bo'yicha ma'lumotni ko'rib chiqamiz. Tracker LC Plus ushbu avtomobilni rassrochkaga foizsiz bo'lib to'lashga moqchi bo'lsalaringiz, minimal 110 million 475 ming so'm, 476 ming so'm yillikga 680 so'mdan bor ekan. 110 million 476 ming so'm avtomobil uchun to'lov qilishingiz kerak, ya'ni 50%. Bundan tashqari ham xarajatlari bor. Bu nima desalaringiz, rassrochkaga avtomashina xarid qilayotgan bo'lsalaringiz, avtosalondan olib chiqib ketishdan oldin nomer olishlaringiz kerak va sug'urta qildirishlaringiz kerak. Undan tashqari notariusga taqqa qo'ydirishlaringiz kerak bo'ladi. Nomer olish xarajatlari ayni paytda oddiy auksion bo'lmagan, to'g'ri kelgan random nomer olishlaringiz sizlarga 4 million 280 ming so'm, 270 ming so'm, grubiy qaytaman 4 million 300 ming so'm kerak bo'ladi. Sizlar oddiy nomer olmoqchi bo'lsalaringiz, agar sizlarni arxivda nomerlaringiz bo'lsa, oldindan arxivga tiqib qo'ygan bo'lsalaringiz, mashinalarni sotgan bo'lsalaringiz, serial nomerlaringizni GAI miroga topshirib qo'ygan bo'lsalaringiz, endi olib o'shani taqmoqchi bo'lsalaringiz, sizlarga 4 million 300 ming emas, sizlarga 1 million 300 ming arzon bo'ladi. 2 million 970 ming atrofida, 3 million deylik, 3 million so'm kerak bo'ladi nomer uchun. Endi sug'urtani ham ko'rib chiqamiz. Sug'urta o'zi nomerdan ham oldin bo'ladi. Shos spravka yozishdan oldin sug'urtani aytishadi. Tracker LC Plusga sug'urta 2 million 780 ming so'm chiqar ekan. Hozirgina kirib ichkaridan so'rab chiqdim. 2 million 780 ming so'm va bunga qo'shamiz. Nomerda обычный nomer narx hisoblaymiz. Nomer masalasi bo'yicha ham bir narsani aytib o'tib ketmadim. 4 million 300 ming oddiy nomer dedim. Sizlar auksion nomer ham olishlaringiz mumkin rassrochkaga avtomashina xarid qilayotgan paytlaringizda. Agar niyatlaringiz auksion nomer bo'lsa, keyinroq taqaman auksion raqam, 3-4 oydan keyin pulim bo'lgan paytda taqaman deydigan bo'lsalaringiz, maslahatim birdaniga qilib olinglar, sal qiynalsalaringiz ham, sababi yuguri sal ko'p bo'ladi. Erta taqib qo'yganlaringizdan keyin 3 oy turgandan keyin nomer olaman desalaringiz, salonga kelishlaringiz kerak, salondan xat olishlaringiz kerak, xatdan murojaat etishlaringiz kerak, taqqa qo'ydirib, keyin yana notariusga borib, raqamlarni o'zgartirib, bir balo yugurilari ko'p. Tavsiya qilaman, agar rassrochkaga mashina olyapsizmi, yo keyin qilaman, to'lab bo'lgandan keyin shu 2 yil, 3 yildan keyin nomer boshqa olaman, yoki birdaniga olaman deylar. Shu tinch. Ikkita xarajatni qo'shdim. Endi bizga sug'urta bo'ldi, notariusda yozishimiz kerak. Notarius xarajati ayni paytda notariusda ayrimlarda foiz oladi, kassasi ayrimlari olmaydi. Primerni 1 million 300 ming so'mlar bo'ladi, 1 million 270 minglar atrofi. Men sal qo'shib aytaman. Tracker LC Plus agar olib chiqayotgan bo'lsangiz, sizlarga 8 million 380 ming so'mlar, 8 million 400 ming so'mlar xarajatlarga pul ketadi. Men sizlarga aniqroq va tiniqroq aytishga harakat qildim. Ustiga summalar ustiga 20 ming so'm, 30 ming so'm qo'yib aytdim, bu sizlarni pullaringizni, hisob-kitoblaringizni qochirmasliklaringiz uchun. Oldingi videoga ham aytganman, ayrim joylar 100 ming, 200 ming, 300 minggacha qo'yib yuboryapti. Shu joyiga ahamiyatli bo'linglar. Ya'ni sizga aytadi, notarius sizni 1,5 million bo'ladi, bering, men borib hujjatlarni tahlil qilaman deyishadi, 1,5 million olib ketishadi. Nomeringiz 4,5 million bo'ladi, 4,5 million olib ketadi, bu yoqqa borib 4 million 300 to'laydi. Mana shunaqa qilib qilishyapti. Shu joyga sal ahamiyatli bo'linglar. Pullaringizni bekorga kimnidir kissasiga berib qo'ymanglar. Oylik to'lovni aytishdan chiqibdi. Tracker LC Plusga 110 million to'lasalaringiz, 110,5 million so'm to'lasalaringiz, sizga 3 million 683 ming so'mdan tushar ekan. 3 million 700 ga bormas oylik to'lovi 30 oyga shunday tushadi. Balkim bundan keyin mol rassrochkamiz yakunlangani yo'q, shartlari osonlashsa, ya'ni 36 oy bo'lib qolsa, men video kommentariyasida 36 oy bo'ldi, endi palon summadan tushadi, ya'ni 3 million 600 dan emas, 3 million 300 dan yoki 3 million 200 dan tushadi deb yozaman, agar shu rassrochka shartlariga o'zgarishlar bo'lsa. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kontentimni qo'llab-quvvatlab turing. Obunachilarimiz soni xudo xolasa 100 mingta bo'lishiga oz qoldi. Bundan keyingi obzorda qaysi modifikatsiyani qilay yozib qoldiringlar. Tracker LTZni qilaymi yo birdaniga Premierni qilib o'raymi yoki 10X ga ham o'tamizmi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishamiz.